Esimda xato bilan yozardik har bir so'zni. Maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tganin sezilmasdan manzil sariltadi. Vaqt hech kunni ayamasdan beshafqat qaritadi. Bulutlar tarqadi, mana keldi bahor, qushlar sayradi, kimlarni topishtirib va kimlarni ayradi. Kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon, chunki endi maktab xayr, katta hayotga salom. Unutilgan sinfdoshlar, hatto guruhdoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar va qani bolalik do'stlaring bitta xabar biz tugadik. Yangi notanishlar sanga yaqinroq aka-ukadek. Eski hayotimdan balki xayolim to'ygan bilik Nokia'da bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman va misini topshirishda tan olaman kam bo'lardim. Nokia'da screenshot qilishni faqat men bilardim. Esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishim, ko'rardik darsdan qochganlarni kalta kiyishim, so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishini, o'qituvchini mot qilardik o'zaro kelishib. 6-soatiga deyarli qolmasdim, hatto och qolganimda bufetdan qarzga non olmasdim. Sinf rahbarimizni nimalardir qilib ko'ndir, kim birinchi borsa siz da'vat qilib qo'yardi kontur. Onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab interes va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga klinteresno. Balki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik. Kim sigaret cheksa san tez o'lasan deb kulardik. Hech qanaqa telegram biz anketa to'ldirardik. Vaqti kelsa o'qituvchini ham kuldirib o'ldirardik. Yaxshirog'i skameyka bizga begona divan. Anketachi qizni topsam anketalarni so'rayman. Beg'ubor sutkalarda, qor o'ynab kurtkalarda yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda. Zebra ruchkalardan zvonok qutqarardi. Esimda endi ochilganida paynet butkalarda. Tatslar qo'yish uchun o'kiradigan sayt bo'lardi, toki aql kirganida hamma yurak mayt bo'lgandi. Gar bolalik chog'lar